Barchamiz xalqni yengilmas, jahldor va kuchli deb bilamiz, lekin bilasizmi, uni rolini ijro qilgan aktyor hayotda samimiy, sodda va kamtar insonlardan biri. Gap Mark Ruffalo haqida. Mark Ruffalo yoshligida aktyorlik uchun kasting va maktablardan bir necha 100 martalab rad javobini olgan. Tasavvur qilyapsizmi? Keyin esa hayot unga yana bir sinov berdi. Unga miya o'smasi tashxisi qo'yildi. Operatsiyadan keyin esa yuzining bir tomoni vaqtincha falaj bo'lib qoldi. Shifokorlar esa boshqa aktyorlik qila olmaysiz deyishdi. Lekin u taslim bo'lmadi. Bugun esa u Marvel olamining ajralmas qismi. Qiziq tomoni, aktyor kunlarning birida Qasoskorlar filmining ssenariysini Instagram jonli efirida spoiler qilib yuborgan. Bu esa ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Yana bir fakt, Mark inson huquqlari va ekologiya uchun ham faol kurashadi. U shunchaki aktyor emas, real hayotda ham qahramon. Eng qiziq tomoni shuki, u Hulk rolini tasodifan olgan. Avval boshqa aktyor bo'lgan, lekin so'nggi daqiqalarda Mark tanlangan. Ba'zida hayot sizni yuzlab marotaba rad etadi, lekin aynan qaysidir vaqtda u sizni Hulkka aylantiradi. Siz Mark Ruffaloni aynan qaysi rollarda ko'proq bilasiz? Izohlarda qoldiring. Shu kabi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa sahifamga obuna bo'ling.